Assalomu alaykum Damas muxlislari. Mana shu hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan karburatorimizda mana talkat o'chib qolishlar binoga kelgan holatda mana tog'am kelgan. Hozir mana nomerlariga zo'r ko'rsataman. Mana qayerdan keldingiz tog'a? Men Quvasoy Qo'chqor chiqishlaridan keldim. Xo'p, nima muammo bilan kelyapsiz? Silkish, o'chib qolishlar. Qolib, qiynab 2 oydan beri yuraman. Shu bolani YouTube'da ko'rib ixlos qilib keldim-da. Bo'ldi, hozir minib yurgizib mana karburatorni chashib tozalayapmiz chiroyli qilib. Hop, Mana karburator bir ahvolda edi. Bu holatga olib chiqib mana uy sharoitida ham tozalab nima qilsalaring bo'ladi mana. Hamma videolarni ko'rsatib chiqarib qo'yganmiz. Hozir yurgizib minadi, natijasini aytadi. Tog'am oxiri yaxshi yomonni aytib berib nima qiladi tog'am. Xo'p. Mana karburatorimiz tayyor bo'ldi, endi qo'yib yurgizamiz. Endi bir yurishini ham ko'rsatamiz. Ko'chib qoldi degan narsalar bo'lmaydi. Mana chiroyli, mana gaz oshlari ham joyida. Mashinamiz tayyor bo'ldimi? Tog'am bir sinagani bir nima bo'layotganini aybini shundan isbotlay bilan mana o'zimiz chiqmagan holatda yurib ko'radi mana. Kelib aytadi mana shu. Kamerani uzmay turamiz. Tog'am ana natijasini ko'rdingiz, nima tavsiya qilasiz? 2 oydan beri qiynalib bu ustaga bordim, mana battar zavoddan chiqqanda mazza qilib ustadan chiqib minib uzoqqa yaqinga uchirib, yoqib, skoros almashtirib, tormoz bosdim, yangi deb. Bo'ldi, Xudo ustalarda qo'li sog' bo'lsin. Rizqlarini ulug' qilsin. Bizga o'xshaganlar kelib, hojatini chiqarib ketaversin. Sog' bo'linglar, rahmat.